весом 77 кг ровно. Официально второй поединок в профи ММА, представляющий ковбой бит Фаргона, Узбекистан! Эльмурод Эрик Хайдар! Assalomu alaykum hurmatli qozog'istonliklar va bugungi bizni tanishish qilgan hammaga assalomu alaykum, e'tiborlaringiz rahmat. Xush kelibsizlar, sog' bo'linglar. Birinchi navbatda Alloh shukratga rahbarlariga rahmat. Yana ishonib odam qatorida ko'rib bo'y berganlar uchun va bundan tashqari Cowboy Fight Club Shohruh Usmonov va trener Mirzatilla Bahodir Orifjonov o'rtog'im. Endi hammaga xullas kalom rahmat. Keyingi bo'yimni ham kuni aniq. Agar vaqtlaringiz bo'lsa, keyingi bo'yim 5 kun bo'ladi Toshkentda Xalqlar do'stligida. O'zimning yakkaxon konsertim 7-maydan 11-maygacha. Borsalaringiz o'sha yerda yana bo'y bo'ladi. E'tiboringiz rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Dunyo tinch bo'lsa, hech qachon urush bo'lmasa, hammaning uyida faqatgina yaxshi kunlar bo'lsin. Qozog'iston o'g'li! Assalomu alaykum qadrdonlar, yaxshimisizlar, tutingmisizlar? Xudoga shukr, mana ikkinchi bo'yda ham Xudoning inoyati bilan, yaratganning marhamati bilan alhamdulillah g'alaba qozondik. Muddatdan ilgari meni qo'llab-quvvatlagan va meni podдержка qilgan, menga ishongan har bitta odamga va meni tabriklab yozayotgan, telefon qilayotgan, SMS, komment yozayotgan har bittalaringizga o'zim chuqur minnatdorchiligimni bildiraman. E'tiborlaringiz uchun rahmat. O'zbekiston sila, qoch o'zbeklar kelyapti.